bilan bo'lishadigan noning bormi? Qayerga borishini bilmagan odam o'zi bilan ovqat olib yuradimi? Bizda ham biror yegulik yo'q. Unda duo qilaylik, ovqat kelsin. Qani sen ham duo qildi, senga ham taom kelsin, darvish. Oh, men ne qilayki, bu ish mening qo'limdan kelmaydi. Yo Rabbim, bu darvish qullaringning hollaridan xabardor emasman. Ularning oldida meni uyaltirma. Amin. Sen kimga duo qilding, darvish? Kimning hurmatiga deb so'radingki, bir emas, 2 kosa ovqat, 2 bo'lak non keldi? Siz kimning hurmatiga deb so'ragan, duo qilgan bo'lsangiz, men ham uning hurmatiga deb so'radim. O holda Nallixonda yashovchi Sulton Toptiq Imronni eshitgan bo'lsang kerak. Toptiq sultonning dargohida dargohning o'tinchiligini qiladigan Darvish Yunus ismli kishi bor. Uning hurmatiga deb duo qilib so'raymiz. Ya marhaba.